Ras, bosingizlar. Okay, Zikr avtomobilingizga master account ochtirdingiz, lekin 10 metrdan u yog'iga ishlamayaptimi? Men sizga bitta zo'r yechim qilib qo'yganman. Hammalaringizni ekran qarshisiga yaqinroq kelib olib, iloji bo'lsa yopishib olishlaringizni iltimos qilamiz. Okay, $620 sizga master account qilib beraman. Agar Amerikadan turib boshqarasiz, agar ishlamaydigan bo'lsa, $620 $1240 qilib orqaga qaytarib beraman. Hammasi fashishnimi? Fashishnimi? Sizlar uchun bitta zo'r yechim qilib qo'yganman. Ko'pchilik elektromobil oladi. Master accountini ochtirganda yangi kelayotgan modellarning hammasi Bluetooth sistemada ishlaydigan bo'lyapti. Ochtirganga yarasha $600-700 pul ketyapti, lekin 10 metrdan nariga ishlamayapti. Bor yo'g'i sanoqli mashinalar, BYD avtomobillari distansionli uzoqdan ishlashi mumkin. Siz uchun bitta zo'r yechim qilib qo'yganman. Okay, Starline brendida har xil modellari bor. O'shalarni qo'ysangiz, siz uchun to'liq master account bo'ladi. Yoki Pandora firmasidan har xil modellari bor. GSMli xohlasangiz Amerika, Germaniya, yeri naryo burchagida bo'lsangiz, internet ishlab tursa bo'ldi. Hamma narsa ishlaydi. Shu tarzda men o'zimning mashinamga ham qo'yib qo'yganman. E'tibor bering. Xuddi master account bo'lib ishlaydi. 2017-yil qo'yilgan. Bu nimalar qilib beradi? Bu meni mashinam Mix 3 oddiy bo'lgani uchun shotlarini, akkumulyator quvvati, salon, tashqari graduslarni ko'rsatib turadi. Sizning mashinangizda bo'lsa, benzinni foizni ko'rsatadi, elektrolaringizni polniy hamma narsasini ko'rsatadi, pastda qayerda turganini ham ko'rsatadi mashinangizni. Agar chapga bir marta suradigan bo'lsangiz, mashinangizning klimat kontrollarini yoqib o'chirib, zavod qilib o'chirishlaringiz mumkin. Okay, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Bu videoni bo'lsa, mana shu master account qildira olmay yurgan barcha elektromobilchilarga tashab qo'ysangiz, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Okay, sizdan foydalanib qoling.